Yer maydoni 3200 kvadrat bo'lgan ushbu bahaybat binomiz nima sababdan devor hamda tom qismlariga aynan sendvich panel mahsulotini tanlashdi? Barchamiz yaxshi bilamiz, qurilish sohasida eng katta ikkita muammo bu sifat hamda vaqt masalasi bo'ladi. Ushbu mijozlarimiz ham vaqt masalasiga yechim qilib, aynan sendvich panelni eng optimal variant deb hisoblashgan va sifat masalasiga yechim qilib, aynan Bertus Group tomonidan ishlab chiqarilgan sendvich panellarini tanlashdi. Sizlarga yana bir ajoyib ma'lumot yetkazmoqchiman. Sendvich panel degani bu to'r burchak qilib bino quriladi degani bas va aynan ushbu mijozlarimiz ham juda ham chiroyli yechim qilishgan va burchaklarni ko'rishlaring mumkin. Avval shaklida dumaloq formada binoni tayyorlashgan va tashqaridan ko'rinishlari ham ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Parametrlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Ushbu binomizga 10 sm qalinlikdagi 100 plotnisli bazalt materialdan tayyorlangan sendvich panellar ishlab chiqarib berganmiz va ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Bazalt materialdan tayyorlangan sendvich panellarimiz gaz standartlariga 100% javob beradi, ya'ni yong'inga 100% chidamli. Kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'ladi. Videoga esa like bosib, yaqinda katta qurilishlarni reja qilayotgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.